Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Yildiz Gulmon. Bugungi videoda biz sizlar bilan 3 nafar darajasi tushib ketgan futbolchilarni full qilamiz. Valkirning darajasi hozir 79, 81ligini olib qo'ygan ekanman. O'shani Ciro Immobile'ni esa hozirda yo'q. Darwin Nunes u ham 79 adashmasam. Menimcha o'shada bizlar kuchaytirishga full bo'lmaydi. Bu videoning ikkinchi qismini ham olaman. Xo'sh, ketdik, boshladik. Tarafdan boshlaymiz birinchi. Va birinchi bosishdayoq 20 deyiladi bu. 20 tushdi, 86 bo'ldi staminasi. Darwin Nunes'dan. Iloji boricha videoni tezlashtirishga harakat qilaman. Cho'kib ketmasligi uchun. Hozircha Valkirga tushmayapti, faqat Immobile hamda mana tushdi Valkirga ham. Yana Valkirga tushdi. Shu Darwin Nunes'dan Immobile ham dipasini kaldı. Zor zamanlar çok oldu. Geçti. Şeyine açtı lekin shot keçisi yaxshi bo'ladi Immobile'ning. Pastga tushib qoldi, hech qisi yo'q. Bitta ikkita Valkir hamda Immobile. Bittasini davom etamiz. Valkirning izlanish to'xtam bo'ldi. Son bir bo'ldi izlanish Valkirning. Valkir hozirda Golden City'de oynagan, oldin hozir Milan'da o'ynayapti. Nunes esa hali ham Liverpoolda nimagadir asosiy tushmay qo'ygan. Shungadir ishlari yurishmayapti Liverpoolning. Ayni 20 tushdi. Shu Nunes tushayotganiga ko'rsamiz. Ishlari yurishmayapti o'sha. Va ajoyib. Bu Immobile Lazio'da o'ynagan edi. Hozir adashmasam Turkiyagami ketgan. Aniqini bilmadim. Turkiya kamallar o'ynaydi bittasi. Valkirning izlanishi bo'ldi. Immobile hali 90 daraja yo'qadi. Valkir bilan Nunes'da bitta Valkir bitti, Nunes'da o'zi 95'lar qoldi, 97, 93. Bu video yaxshi 90 plusdan bo'ldi, hammasi 90 plusdan tepasi.
bitib 99 borsa Valkyria'dan bemalol Nunez'dan bemalol Turkiyasi chiqadi. Valkyria'dan ham chiqadi. Immobile'dan chiqmay qolar ekan. Tezlik 100 bo'ldi. Nunez'ning Nunez 85 Valkyria 86 plus 5'ten küçüğeydi. Immobile ise plus 4 küçüğeydi. İşte yaxşı. Olsak Immobile mana gördük olsan holatda 94 to'g'ri 90. Immobile'nin shot testisi haqiqatga bosib ketdi yana bitta. Yaxshisi yo'q. Darwin Nunez o'z hammasi 93 plusdan bo'ldi. Tepasi 8 ko'rsatkich. Valkyria'ga ham tushdi mana. Immobile'ning esa hammasi 80 plusdan. Oh. 89 bo'ldi. Stres kuch darajasi Valkyria'ning. Bittiklar bosamiz hozir. Juda yaxshi ketamiz. Valkyria stres ham. Va 90 holat, 90 holat gördük. Immobile'nin defasıdan. Nunez'dan 4'te 100. Dedik. Immobile acayip, Valkyria ham acayip. Geçedik. Nunez. Dedik. Darwin'den 3'te 100, bitte 96. Valkyria'dan ise bitte 100, 95, 92, 90. Valkyria Immobile 87 oldu. Çalarsan 87. Acayip hozircha. Texnika bosolmaymiz. Hozircha videomiz shu. Bu videoning ikkinchi qismini albatta olaman. Yozgi ta'tilga chiqdik, hamma chiqdi. Endi ko'p video chiqarib turaman. Xayr, salomat bo'ling.